Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ertaga yakshanba. Velosipedlarimizni tayyorlab qo'ydik mana. Mashinalariga, bagajlariga moslamalar qilib olganman, yog'och qo'yib kengaytirib, boylab bagajiga moslamalar qilib olganman. Mana orqa bagajda ham bor. Xudo xolasa ertaga yakshanba bozoriga chiqadi bu. Esinglarda bo'lsa, yakshanba bozorini ham qo'yganman. Video qilib yaqin o'rtada xaridorlar bozorga boraversa, xohlasanglar uyga kelinglar. Bitta assortiment ko'p mana. Hovlida ham velosipedlar bor. Uyning ichida ham velosipedlarimiz ko'p mana. Sizlarga bittasini aytadigan bo'lsam, qishki kuniga xullas aksiya qilamiz, chegirma. Sababi endi gapni ochig'ini aytsam, qishki kunda savdo pasayganligi hisobiga ozgina chegirma qilinadi. Где-то bir yozgi kunidan 300 ming 400 ming arzon olasizlar hozir olsanglar. Yozgi kunda xaridor ko'p, savdomiz yaxshi bo'lgani hisobigacha narxlar ham yoqda ko'tariladi. Misol optim joyida ham endi biz ham iloji ko'tarishga majburmiz. Endi hozir juda kam foyda ko'rsak ham savdomiz bo'lishicha iloji yo'q. Chegirma narxlarda qilib beramiz. Gapni ochig'ini aytganda, undaqa gapni yashirish yoki oldi qochdi gap yo'q. Yozda gapni ochig'i sal tuzukroq foyda qo'yamiz. Hozir arzimagan foydaga ham ish qilsak bo'laveradi, chunki qoplaveradi. Savdo yo'q bo'lgandan ko'ra bitta ikkita sotilib turgan bizga hanna. Hozir misol 300 ming 400 ming arzon olasizlar yozgi kundan. Mana bu yerda ham velosipedlarimiz bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. 20% chegirma qilib boramiz, xudo xolasa. 20% chegirmada olaverasizlar xullas. Misol o'shanda 1 milliondan 200 ming 20% chegirma bo'lganda 1 milliondan 200 ming. Misol 2 millionlik velosiped bo'lsa 400 ming chegirma. Misol 1 millionlik velosiped bo'lsa 800 mingga deganda xuddi shunaqa. Chegirma bilan sotib olishlaring mumkin. Qishki kunida agar mablag'laring bo'lsa olib qo'yganlaring ma'qul. Kimda qanaqa sharoit, agar sharoitlaring ko'tarsa, ortiqcha pullaring bo'lsa, kerak bo'lsa olib qo'yganlaring ma'qul. Barter yo'llari ham bor. Misol o'zlaringda misol eskiroq velosipedlaring bo'lsa, ko'ramiz, lekin misol uni ham 100% olaman demayman. Misol ko'ramiz, sostenalari yaxshiroq bo'lsa, kelishib qolsak, barter yo'llari ham bor. O'zingiznikini veligingizni berasiz. Bundan misol siznikini kelishamiz, menikini kelishamiz. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Uni berib, razitsiyasini berib, meni ketaverasiz. Xullas sizga ham qulay bo'ladi, bizga savdo bo'lgani bo'ladi, shu maqsad. Bemalol barter qilib ketaverasizlar, almashtirib. Mana velosipedlarimiz hammasi tayyor. Hammasi ideallari, qimmatlari ham bor deydi. Misol 3 million 800 4 milliongacha velosipedlarimiz bor, eng qimmatlari. Misol eng arzonlari 1,5 million 1 million 400 ming shunaqa velosipedlarimiz bor. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Velosipedlarimiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'zlaring fikrlaringizni qoldirasizlar. Aloqaga chiqsalaring bu pastdagi raqamga nomer qoldirib qo'yaman, pastga. O'sha bilan aloqa qilaveramiz bemalol. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.